Assalamu alaikum aziz görürmenler. Körüp atqananlar Tamir Salsı programısı. Mən program riyasətçisi Pərizat Ənvər. Hörmətli görürmen dostlar, biz bugünkü bu San Tamir Salsı programımızga Cungu Aşpazlik Peşvası Şinjan Kəsbi Üniversitetining təkliflik professori Yunus Samdullah muallimni təklif qildik. Assalamu alaikum Yunus muallim. Va alaykumselam. Yunus muallim, bugün bizga qaysi xil tamaqning itilish jarayonini ko'rsatib bersiz? Bugün men Uyg'urlarning an'anaviy taomlaridan birisi bo'lgan ko'kvash o'g'risini ko'kitmoqchi. Bo'ldi, unda o'smish tamoq yetilgan xurishlar bilan bir tunishib o'tamdik. Bo'ldi. Bunu tamoq yetilgan xurishlar oq un, qo'lpiyaz, tuxum, ko'kvash, zanjibil, qo'yning ustixini, loq go'shtni azroq tetqulardan oqmash bilan tuzlardan iborat. Onda bo'lsa, tamoqimizni etishni bir boshlayib o'tamdik ma'lum. Bizning bu tamoqimiz butunlay Uyg'ur taomi bo'lg'achqa biz buningga hech qanday g'ayri tetqu va boshqa qo'shimcha materiallar ishlatmaymiz. Biz oldi bilan qozonga suv quyib, o'tni yiqib, ustixonni sep sho'rib chiqaramiz. Adatımız ustixon qanchalik vaqt qaynatib bo'ldi ma'lum? Buni qo'yninki go'shining qo'yning qari yoshligiga qarab belgilansa bo'ldi. Qozon qaynaguncha go'shtni to'g'rab, piyoz bilan qo'shib qiyma tayyorlaymiz. Buni mening tamoq etishim boshqalarnikidan sal farqlandi. Sal g'ayri. O'tganni birsi bu to'g'riliq o'zimgim degan. Tamoqni ta'tir etadi ekansiz deb. Bu nayt yaxshi fikr, ammo kishilarning buni to'g'ri tushunishini o'tinma. Biz xom qiymaliq suyqash yoki boshqa taomlarni etgan vaqtimizda mutlaq ko'p sondagi do'stlarimiz go'shtni oldi bilan qozonga sep suvni qo'yiblar qaynatadi. Uningdan keyin buningga o'gra yoki uzib tashlab ya boshqa suyqashlarni soladi. Shuning bilan buni xom qiyma deb tushunadi. Buning atalg'isimi xom qiyma. Bu xom qiyma bo'lgandan keyin uni biz jismini moslashtirishimiz kerak. Bu go'shtni qozon solsak, u qanday qiyma bo'lib qoldi, qiyma o'zgarib qoldi. Bunu biz aniq bilib olishimiz kerak. Mana xom qiyma degan mana mana shu. Biz oldinlar go'shtni ushshaq to'g'rab, orqadan qo'lpiyozni to'g'rab, qo'lpiyozni go'shtga o'xshash ushshaq to'g'rab. Buni qiyma tayyorlab olamiz. Go'sht o'g'ri pishgandan keyin ondan keyin go'shtni solamiz. Bağı xom qiyma bo'ldi. O'g'ri pishib bo'lgandan keyin go'shtni solsak, go'sht qanday pishadi ma'lum? Jungo oshpazligining 28 xil pishirish usulini ichidagi qaynayotgan suvga silib tez pishirish degan bir atalg'u bor. Shu xil atalg'udan foydalangan bir xil pishirish usuli. Ama yuqorida aytilganning go'shti gayet qattiq bo'ldi. Endi buningga ushshaq to'g'ralgan piyozni solamiz. Ushshaq to'g'ralgan go'shtni solamiz. Ikkisini aralashtirdik ekanmiz. Ikkisini aralashtirib, qo'ying. Xo'sh.
Sunumi jiqroq qo'yganmiz hamsa? Uningga muvofiq miqdorda sovuq suv qo'yamiz. Uningdan keyin biz etayotgan o'giriga yetkidek tuz solamiz. Mush qiyma qilib bevos tuzni silib olsak bo'ldi ekan. Tuzni bevos solamiz. Shu o'giriga yetarlik oqmish solamiz. Mana bu qiyma bo'ldi. Buni biz xom qiyma deb ataymiz. Endi bu qiymani yeli pishib bo'lgancha solamiz. O'giri pishib bo'lganda andiki solamiz. Bu ikkinchi bosqich. Men efendim yettim arzuğa, soğukum geldi hemmidim ayağımız kaydığa. Buğa, efendim geldi. Kaydunimge yağmurçe, lezzet birer taamga. Şaklini duyi geller, kimi geller armanda. Haydu markalık yağmışның təmi qandaqraq ekan? Bək yaxşı ekan. Haydu markalık yağmış haqiqatan yaxşı. Üçüncü basqıçda biz xəmirini yoğurub göğüş pişikçilik biz xəmirini yoğurub tayyorlab olamiz. Xəmirni bunda bu soğuq suvda yoğuramdıq. Xəmirini soğuq suvda yoğuramiz. Bununla xəmirga ayrım tuz qoyamiz. Bundan keyin tuxum chaqamdıq. Tuxum chaqamiz. Endi ba'zilar xəmir yo'g'agan vaqtida tuxumning oqserig'ini o'xshash qo'ydi. Ular nima sababdan shunday qildi, men so'rab baxmadim. Amsmalım bu yerda eqin ishlatishimizdagi sabab nima? Bu eqin ishlatsak xəmir canlıq terik chiqadi. Hem xəmirin rengi süzük oldu. Hem biz bununla serigini qo'shib etsak, o çağda xəmirin rengi seri olib qoldi. Xunuk. Shuning uchun keng ko'rmanlarning mushu ishga diqqat qilishini o'tinmoqchiman. Serigini qo'yish xato demoqchi emasman. Bu o'zi adamning o'zining ixtiyori. Ammo xəmirin rengi sağuç xunuk chiqib qoldi. Shuning uchun xəmirin yo'g'irishdan burun shu tuxumning eqini qo'ysak, o'cha xəmir ham oq, ham suzuk, ham tirik jonliq chiqadi. Unda o'smishada tuxumning eqi bilan seriqini ayirib ishlatishni o'rganib olsak, mushnuqda diqqat qilsak bo'ladi ekan. Bu o'girining xəmiri o'g'ashqa buni sal tuzini sal o'tkazib xəmirini sal ching'aroq yo'g'irishga to'g'ri keldi. Unda Osmanlı bu o'girining xəmirini ching yo'g'irdi ekanmiz. Buning xəmirini ching yo'g'asak, texmo tirik jonliq chiqadi xəmir. Hozirg'amda oilalarda qulay bo'lsin uchun mushtaq o'girining yoki lag'manning shuning hamda xəmirlarini tayyor bozordan akirib ishlatadigan bo'lib ketdik ko'pincha vaqtlarda. Lekin hamda o'zimiz shu qo'l silib o'zimiz yo'g'ag'anga yetmaydi-da. Albatta shunday qildi. Hamda boshqalarga ishonmaganlik emas. O'zimiz o'z qo'limizda etib ishsak, buningga birinchidan oilaning illiq mehr muhabbet singdi. İkinchidan bizning avlodlarimiz, bolalarimiz naq maydonda ko'rib turgan boshqa ularimiz shu o'smir vaqtidan tortib yumron qalbi tomoqni o'zi etib yeyishga uyg'unishildi. To'g'ri. Biz davomli sitdan setib olsak, u bolalar kelgusida Apamın sitdan setib oldigan biz shunday qildi deb. Bizning bu taom madaniyatimiz borgan sari sustlashib, yo'qolishga da'vo berib qilish mumkin. Xəmirini yoğurib bo'ldik, endi qo'limizni sal namdab, xəmirini birdan tovlab, undan keyin tindiramiz.
Qanchalik vaqt tindirsak bo'ldi? Buni 15 minut atrofi tindirsak bo'ldi. Biroq bu qozonlik sho'rpimiz tayyorchilik. Bu xamirimiz tinib voyaga yetib bo'ldi. Kuch ketadi ekan bu xamirni yugurishimiz bo'lishqa. Bu oshpazligimizda diqqat qilgan ishdan birisi bor, xamir yug'agan vaqtida 3 pokiz bo'lish kerak. 3 pokiz deganimiz xamir yug'agan ambal cho'qim xamirni yugurib bo'lganda un xamir parchalarini xamirga yegizib qo'lni namdab ambalni pokiz qilish. Xamir yug'agan qo'ldagi xamir yuqumlarini qo'lni namdash orqali xamirga yegizib xamir yug'agan qo'lni pokiz qilish. Ondan keyin yug'agan xamirimizning pokiz bo'lishiga kapolatlik qilish kerak deb so'zlandi. Mana ambalma pokiz bo'ldi, xamirimiz yug'ilib bo'ldi. Endi buni shu qachig ko'mtirib tindiramdi. Tindirib qo'yamiz. Dehqonning qorni ko'ksida kangir ketgan itizda mehr va mehnatga qinib pishgan bug'doylarim. Sen bilan Sübeydim burun didorlashqim keladi. O'zimni yerda emas, saman yo'li his qilyapman. Xamanda dan emas, halol ajrimdan chaqnagan nurliq yulduzlarni so'rayapman. Seningdan ne'mat olimiga to'kilgan saodat cho'lisi meni murodimga yetkazdi. Ey bug'doylarim, sen Zarabshan bo'ylarida o'sib yetilib, aqida tugmanlarda oppoq qarga, nurliq yulduzga o'xshash tortilib chiqding. Shuni seni oq yulduz deb atadim. Sap oltinga pardoz yarashmagandek, sanama aqartqush, kuchaytgush, ko'pturgishlar yarashmaydi. Oq yulduz yurishlik unlari. Endi bu ko'pigini pokiz elib etib, go'sht yumshoq pishqicha qaynatib, sho'rping ta'min chiqaramiz. Bu laylab chiqqan bu ko'pik go'sht ustaning tarkibida qonda paydo bo'ldi. Shuning uchun siz deyotganimizda elib etgandan keyin sus o't qaynatsak va sho'rpa zumratdek suzuk chiqadi. Yunus mallam xamirimiz tinib qopdi. Tinib qopdi. Endi biz buni yeyishni boshlasak bo'ldi. Bo'ldi. Nayt chang bo'pti bu xamir. Uning ustiga buning tuxumni eqini qo'shgandan keyin xamir jonliq terik chiqdi. Uzoq qaynab ketsimi bardoshlik bera oladi. Aslan ezilib ketmaydi ekanda, hamsa. Ezilmaydi. Onu şu yugurgan xamirimizni tekşi yeyip aldık. Bu yeyiş jarayoni. Bunda xamirni yeyish jarayonida bu xamir tugilak bo'lganligi uchun va no'g'ishga yo'yganda bu o'ttirsa qalin ikki chetda buzildi. Biz buni yaygan chaqda kuchni o'ttirib tushirsak xamirning o'ttiri nepizlab teshib ketadi. Ammo chetda texi nepizlanmagan vaqtda xamir buzildi. Shuning uchun kuchni o'sha ikki qo'limizdagi xamirning chetini yengil besish orqali xamirning chetidan ichiga qatib nepizlatishga boshlasak xamirning yuzining tashkiligini kontrol qilib bo'ldi. Bu bir diqqat qiladigan ish. Nurg'un ustamlar bu oshayga vaqtida o'sha ishga diqqat qilmaydi.
Hem bazı ustamların doğuşları aslında oturstum işkiceti Biz inçik oldu. Otuğu bu qamlaşmagan bir jabdoq. Bu taksi bo'lgan holatdimi? Oturstum bo'lib ketyapsa biz uni yana no'g'ishning o'zini otursun tom cho'rsini inchik qo'ysak ximir yog'icha bizga o'ng'aysizliklarni keldi. Avarchilik bo'ldi ekan. Avarchilik qildi. Uningga alayida texniklik hunar bo'lmasa odat kishilar uni yeyib bilamaydi. Xımirimiz bu qaldı. Biraz şamaldısun. Nima uchun şamaldadimiz ma'lum bu ximir? Şamaldasak qizing sağa vaqtida oson chaplashmaydi. Endi bu ko'kvoshni qirib tayyorlab olamiz. Boshda takshi 100dan qirib oldik ekanmiz-da. Bunu ötkürüp çakılmışsa bulmaydı. Malum adetim şu kömür qonaqdan qanday rolları var? Hem bazı alimlerin yetişçe bunun terkibide intayın az miktarda altın bulunmuş. Şurası olsa bu yemekliklerin içindeki Etoğa yemekliklerin. Etoğa yemekliklerin biri. Şunun için bu ya ki bunun da terkibide kraxmal ba, oqsil ba bol miktarda. Rengi siyah olganlık için ötkenimizde de bunun da yine vitamin A mı ba. Bu kan besimini düşürüp ozuqluk hazm bo'lishini yaxshilab qondagi xolesterinni mayni tuvallatib shakarni tuvallatib qondagi ömürni uzartib ruxsarni chiroyli qilishlik rollari bor. Va ximirimiz shamaldab sel qurishibdi. Endi buni kesishga boshlaymiz. Keskanda azroq quruq unni o'tib, undan keyin kesimiz. Janubiy Shinjongda mushu yoymining nechilik cho'ngligidan qat'iy nazar intayin inchga qilib inchga ham uzun etidi. Uningmi o'zalik tushliq buni biz qalaqliq demaymiz. Bu bir medeniyet. Bu Janubiy Shinjongning medeniyeti. Ama uni biz ishga vaqtida cho'pni uzun bo'lg'ashqa ishga vaqtida azroq qiynalamiz. Turni yerayotgandan keyin bu qisqiraydi. Hem oson pishidi, hem buni ishishga oson. Bu bizning medeniyetimiz, Shimoliy Shinjong atrofining medeniyeti. Ben uzun inç keskenning xata demoqchi emas. Ammo ma'mu mening o'zimning keskinligim xata ekanligini men e'tirof qilmayman. Hammasining o'ziga kuchlik aloyiqligi bor. Bayatangidek no'g'ishqa yugilib kessak bek abdik bo'ldi ekan ma'lum ha? O'tirni yer o'tib kessa ishga oson. Shukular olamiz, og'zimizga sarsaq bo'ldi. Bo'lma. Bo'ldi. Sho'rtimiz tayyor bo'libdi. Go'shtmi pishibdi, endi bu go'shtni suzib olamiz. Bu sho'rpani xili uzoq qaynatdik ma'lum ha? Tamam, bundan chiqqandi. Cho'pni qozon sog'icha bir qur aralashtirib solamiz. Birlashib olganlarni ajratsak o'g'dik. Qozon qaynadi, endi cho'pni solamiz. Cho'pni solamiz.
Qazan sap bo'lgandan keyin bir ayirib olsak o'g'di aka. Bu qayda aralashtirib bu xamirning unning tarkibida mo'l miqdorda kraxmal bor. Ha. Chaplashib oldi. Ajitib o'tgandan keyin anandaki kraxmal rolini yo'qtidi. Odatda ma'lum shu kesib olgan uygurning xamirini qanchalik vaqtda pishirsak bo'ldi? 3 minut etrafida 2 minutdan 3 minutgacha qaynatsak. Biz o'yladi odatda bek uzoq qaynatib etganmizda hamsa. Odatda shu pishmay qolamdiki debsa uzoqroq qaynatib etganmiz. Amaliyotda 3 minut ichida pishib bo'ldi ekan. Endi ko'kvash botqisini silib qaynatib oldik. Shu orliqda bu zanjibilni nefis hem uşak to'g'rab sevetimiz. Qiymida akmış ba. O ıssiq. Va zanjibil mötüdil. Onun ıssiq ketganlarga ma zanjibil ta'min tangsaydi. Mötüdil bo'ldi ekan. Hem tomoqning ta'min tangsaydi. Zanjibilni sap boldik. Endi ağaçның yüzüdeki köpüğünü elitimiz. Yani bir qitim süzemdik. Bu köpük qondan chiqqan köpük emas. Bu kraxmaldan chiqqan köpük. Endi bu çöp pişti. Çöp pişqandan keyin endi biz xam qiymini biroq to'kib endi silib shu qaynagan hamon birli qaynagandan keyin alsak buningda suyqash purig'i emas. Qiyma purig'i. Cho'char purig'ida huzurlanib ishkila bo'ldi. Malum bu bir qaynasa abaydan qiymamiz pishamdi. Pishidi. Ammo siz buni pishmidi deb ikki qaynatsangiz go'sht xamiri yanadi. O'chaqda yana bay so'z degandek go'sht yana nəhayət qattiq bir holatga kirib oldi. Tomoqning sifatiga ta'sir etadigan o'chaqda. Bu yashanganlarga, teni ojizlarga, bemorlarga, uşaq bolalar uchun bu tepilmaydigan esil taom. Ma'lum tomoqim pishib qolibdi. Endi bu qizilmush bilan ko'kmushni endi bu rangini chiroyli qilish uchun ham buningga pinna yoki yumg'oq sut palak salsaqmi bo'ldi. Bu chiroyliroq chiqish uchun qizil yeshil sap qo'ydik. Sharoit yor bersa salsaq bo'ldi. Xohlamasak sarımsak bo'ldi. Unda o'zining ehtiyojiga qarab belgilasi bo'ldi ekan, bir zinnat uchun. Buni ta'm bilan bu munosabat yo'q. Sap bo'plandas ustiga sepilganmizda. Bu xil ta'mni biz oshpazlikda tuzliq, mizlik ta'm deb ataymiz. Rasman aytimi, mizlik purov. Bol miqdorda salsak o'chaqda bu tuzliq ochiq ta'm kirdi. Birikma ta'mlarning jami soni 60 xilda oshadi, shuning ichida bol miqdorda salsak tuzliq ochiq ta'm kirdi. Ammo biz mana azroq rangin tutish uchun solgandik. Bu yanala tuzliq mizlik ta'm kirdi. Agar sharoit yor bermasa sarımsak bo'ldi. Buni eng oxirida boyaq so'nglikni ishimiz tayyor bo'ldi. Aziz ko'rurmanlar, Bayatın Yunus muallim bizga tayyorlashni o'rgatib qo'ygan ko'kvash uygursi bizning Uyg'ur an'anaviy taomlarimizning bir turi hisoblanadi ekan. Bu xil tomoqning etilish jarayoni bir qadar oddiy hamda bizning oilada davomli etilib turadigan bir xil tomoq ekan. Bu xil tomoqning ta'mimi bizning iste'molimizga nihoyat yaqinlashgan. Bu xil tomoqning yana oziq qiymati yuqori, odatda teni ojizlar ko'proq iste'mol qilsa bo'ladi ekan. Jismoniy emgak bilan shug'ullanuvchilar iste'mol qilsa odatda hordiqni chiqaradigan rollarga ega ekan. Undaqda bu xil tomoqni uyingizda etib sinab beqing.